Assalomu alaykum hurmatli podpischilar, yaxshimisizlar? Bu safargi sayohatimiz Shahrisabz bo'ylab davom etadi. Shahrisabzda nimalarni ko'rsa bo'ladi? Amir Temurning katta farzandi, ya'ni Valiahd Shahzoda Jahongir Mirzo maqbarasini, Amir Temurning otasi bilan ustoz dafn etilgan Dorut tilovat majmuasini va Amir Temurning qarorgohi bo'lmish Oqsaroyni ko'rishimiz mumkin. Ushbu obidalarning barchasi bitta joyda joylashgan, lokatsiyasi Sayohatchi Abu Telegram kanalida berilgan. Marhamat, tomosha qiling. Shuningdek, bu yerda turizm politsiyasi xizmati yo'lga qo'yilgan. Ularning vazifasi turistlarga ma'lumot berish va ularning xavfsizligini ta'minlash.